Doyuz tutuda hemmimiz kuvvetli işimizde iyi olmamız gerek. Madem tunuyduğunlar bama. 河南的一家炒米粉店竟然有劲大霉素药品。 Bana bu adamın kuvvetli işleri olsa, aşkanda falan tamakka mındak materyal katkan. Bu materyal adam bendeki ziyallık. Ma maksat ne iş ki bulmaydı. Bu adam bendeki ziyallık. Ma'nın içinde mındak materyal var. Dep nurgulluğun yese bulmaydıgan, dikkat kılış tügişlik. Nurgulluğun yemekler içindeki ziyanın boğan maddelerini yiyip kən xalqımızın sunatqan, özgüç xas alaylı bilen, asra şirketini mangızlatqan isil bir adam ekan. Bu adamın ismi Jabbor ekan. Bu da Urumchi chiqish jarayonida men ishxonasiga borib 3 soat suhbatlaşdim. Mening yig'inga qatnassam, birinchi uyqumga keladi. Lekin bu adamdagi suhbatlash jarayoni shunchalik suyumli, shunchalik samimiy. Bir shirkatning qurg'uvchisi özü mahsulotini nazorat qilib, özü mahsulotiniki har bir qatqan materiallarni o'zi shuncha qati qilib turib, sifatli holatda keng xalq ommasiga sunaman degan mush gipi haqiqatan meni ta'sirlantirdi. Nurg'ulg'an qiyiz tuliklar ekan. Ani yapaqang, mani yapaqang, ta'mi u yer o'xshamaydi, bu yer o'xshamaydi, mavu ushaq chanigan, mavu yo'g'on chanigan degandek misollarni menga deb berib, haqiqatan meni qoyil qildi. Addisi to'g'ri go'shtnima yaxshi sifatli bo'lgan muhitda, andin 0 muncha gradusda, muncha saqli holatda go'sht muncha sifatli turdi, muncha sifat. Shuncha yeyishib, ideyangizdan o'tkidek holatda mushu yemeklikka nihoyatim qattiq talab qo'yibdi. Endi Turpan diyardimi nurg'ulgan bullung pushqoqlarda biz ko'ryapmiz, yemek degan nurg'un narsa bu. Masalanga yarim kechit mal ochar sotgan qarindoshlarimiz bor. Urumchilarga ketib olsak, bunda yo'g'on qozon oqib chanchaq sotganlar bor. Ba'zi samar sho'rxonlarga kelsak, nurg'ulgan to'ngmallar bor. Hatto uychagish o'xshash bir narsani biz qozon silib yeb, laz ochishga meylab majbur yapatimiz. Kelish manbasi nada? O'qmaymiz. Bir xaltaning ustida odrisimi yo'q. Faqat sidam xaltalar akildi xolos. Ondan pişirdi lazat suminab yeysizler. Bularning ichidagi materiallarni qanaq ta'minladi, qanaq yerdan chiqdi, o'lchamli shirkat, o'lchamli zavod. Siz tasavvur qilgandan o'ta zang, maynat bir xil muhitlar bor. Mana bu filmga o'xshash naytim maynat naytim qasman bo'lgan bu muhitni biz yana o'xshash iste'mol qilyapmiz, ham bilmayapmiz. Yemek, ishmek bo'lgan bizning talabimiz nol. Ham behush holatda iste'mol qilgan nurg'ulg'an yemeklar bor. Endi bu yerda demoqchi bo'lganim, o'sha Asra shirkatiniki 100 xil mahsulot bo'lsa, 100 xil mahsulotni hammasini davlat o'lchami yetkazib turib, eng sifatli bo'lgan mahsulotni keng xalqimizga sunib turib, har bir chiqargan mahsulotini Asra shirkatini nazorat qilib, eng o'lchamli holatda keng xalqimizga sunayotgan yaxshi bir shirkat ekan. Mushu Asra shirkatiniki til zo'qilan Shirintan markazidagi samar sho'rpisiniki materiallari keng bozorga silinibdi. Bo'lsa qarindoshlar, mushu yemeklik kelgan chog'da mana bir markazga qarab qo'ysak, bu qo'saq kirgan narsa, salomatlikka ta'sir qilgan narsa. Sho'lashqa mushunday ancha-muncha yemek kelgan chog'da Asra shirkatiniki samar sho'rpisi va yurish mahsulotlarini qisqacha tavsiya qilmga qoldi. Bu shu Turpan derdiki, meni cho'ng do'konlar olsun, kichik do'konlar olsun, samar sho'rpisiniki materiallarga ehtiyojli qarindoshlar bo'lib qolsingizlar, Asra shirkatiniki til zo'qilan Shirintan markazidagi samar sho'rpisiniki materiallarni ishlatib ko'rishingizni umid qilaman. Top taqtish o'rni Xo'ju Shangmochong binosida top taqtish o'rni. Telefon nomeri bo'lsa 156 88 31 82 88. Hammangizlarning arziqati güzel olsun. Rahmat.